Mani hayzim umuman kelmaydi, faqat dori ichsam keladi. Nima qilsam bo'ladi? Bu hozirgi qizlarimizda juda ham ko'p, chunki qizlarimiz juda ham asabiy, nerviniy bo'lib qolgan, to'g'risi. Sal narsaga jahl qiladi, sal narsaga asabiylashadi, sal narsaga urishadi. Va shuni hisobiga e'tibor berishimiz kerak bo'lgan vaziyatlar bor. Ya'ni birinchisi bu gormonlarni buzishiga olib keladi. Va shuni hisobiga sizlarda hayz buzilib ketadi. Lekin sizlar ginekologga borasizlar, sizlarga gormon dorilarni bosib beradi va natijada turmushga chiqqaningizdan keyin farzandsizlik bo'ladi, follikula vaqtida yetilib yorilmaydi. Kelajakda millionta kasallikni o'zingizga orttirib olasizlar. Agar sizlarda ham hayzlar kelmayotgan bo'lsa, 18-20 yoshda yoki 25 yoshda meni qabulimga yozilib kelinglar, men sizlardagi muammoni ko'raman, diagnostika, to'g'ri diagnostika qilinadi. Umumiy xulosa bilan lecheniya qilinadi va o'shandan keyin sizlarda hayzlar o'z vaqtida kelishni boshlaydi.